Buna qo'qan gilas pishgan payti ayni mana bugun 30-aprel kuni bozorda masalan shu 50 so'm 60 somon deydi. Lekin Xudoga shukr o'zimizdan chiqadi. Birinchi bo'lib qo'qan gilas juda zo'r shirin. Bismillahirrohmanirrohim. Juda yaxshi. Shirinligiga gap yo'q. Kelingizlar qo'qan gilas yeyishga. Va juda uysizlar. Assalomu alaykum. Mana qishloqda ko'ryapsizlar. Ayni hozir birinchi bo'lib gullagan narsalarning hidining zo'rligi atirgul. Qizili ham bor. Masalan, og'i ham bor. Qanday? Chiroyli hitlab turib bir mazza qilasizlar qishloqda. Moskvada jirib odamlar, Rossiyada jirib shunday narsalar sog'inganlar inson qishloq davrini demoqchiman. Buna ikkinchidan inshaalloh mana hozir Juzum baylayapti. Bunda gullagan, buni ham guli to'gilyapti, ko'ryapsizlar. Bu yer juzum. Buna taxtada chunki yaxshi bo'ladi. Chem armaturdan, temirdan taxtada juzumni kuydirmaydi. Bunda korpusni kuydirmaydi. Bu juzum yaxshi baylaydi, shirin keladi deydi. Ya'ni shunday deyiladi. Buna endi bismillahirrohmanirrohim, buna pomidor. Buna pomidorlar baylayapti. Mana xanti qazilgan. İşte bu tamirdan suv uchun chuqurroq. O'tamiz. Mana bu xurmo. Bu yoqqa kelayotgan bo'lsak, Makka yegilgan. Aynan bu yoqqa o'ting. Dashi sizlarga ko'rsatib ketaman. Shu pomidor. Noshi ketishdi, pomidor tomosha qilasizlar. Qishloqda sizlarga batafsil o'zimning qishlog'imda, o'zimning hayot to'g'risida nima bo'layotgan narsalarni sizlarga prosta batafsil tushuntirib bermoqchiman. Agar shu video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol bitta like, kommentariy, obuna bo'lishni ayamangizlar. Endi bu yoqqa kiramiz. Bismillahda mana nakdan boshlaymiz. Hali o'zi maydag'ana, mana nakni baylaganini qarang, yaqinroqdan olamiz. Mana bu nak. Endi buni mening ketayotgan yerim ichi qazilgan, maqsad chuqurroq ta'mirdan suv ichish uchun pomidor. Hali mayda buni baylayapti. Jang'aqday bo'layozgandan masalan, buni baylaganlari. Buni alcha gilas. Ana endi biz ageretga kiramiz. Buna bu ageret bu qovun. Qandiq qaziladi. Chuqurroq, işte bu ta'mirdan suv ichish uchun. Qancha ta'mir ostdan suv ichsa, shuncha ta'mir chuqur ketadi. Dolga yashaydi, ko'proq vaqt yashaydi demoqchimizda endi. Ana endi noga kelayotgan bo'lsak, alcha gilas. Buni baylab jatiri. Ko'ryapsizlar, bu alcha gilas. Bular tezroq pishadi. Ana endi davom etamiz. Yana nerga biz kelamizki, bu qo'qan gilas. Bu birinchi bo'lib pishadi. Haligi qimbati bo'ladi, qo'ying. Yaqinroqdan ko'rsataylik. Mana bu pishib jatir. Ayni payti qishloqda, o'sha daraxtda. Mana. Bu juda ham yaxshi, shirin. Jevim ko'rsataman, ana shu altdan oling. Kelingizlar, qo'qan gilas chegal kelingizlar. Juda shirin, mazali. Endi sizlarga tushuntirishni davom etaman. Men bugun 30-aprel. Bu yerga kelayotgan bo'lsak, anjir. Anjirning baylag'anini qarangizlar. Katta-katta bo'lib qolgan. Bir yilda 2 martami, 4 martami baylab pishadi. Ondan keyin biz davom etamiz. Bu daraxt badam, super badam, bumajni badam deydi, qog'oz ana shulardan. Eng yaxshi badamlarning zo'rlari, sortovoydan. Mana endi davom etamiz. Bu yoqqa ageretga kiraylik. Bu ageretga kelayotgan bo'lsak, mana bu yerda jerjang'aq. Mana shular jerjang'aq bo'ladi. Mana chabilyapti. Bular jerjang'aq. Jerjang'aq degani bu endi jerda bo'ladi masalan. Katta jang'aq bilasizlar, jerjang'aq nima ekanligini tushungan bo'lsangizlar, like ni bosingizlar. Ana endi
Bu sabzi. Bu mayski sabzi. Pastroq olamiz. Oldidan keyin bir ko'rsataylik shu sabzini. Bu mayski sabzi. Ana endi davom etamiz. Endi jegani o'zingizga misol qishloqda gektarimiz 1 jok, 2 jok, 3 jok, misol yarim sodiq, 1 sodiq eksangiz bo'ladi demoqchiman. Mana endi biz bu yoqdan boshlaymiz. Bu badam hali yosh. Buna bu katta daraxtlar bular badam. Buna badam. Buna isliva. Buna isliva уже жаңғақтай болып қалыпты пәштіде. Мынау isliva. Mana davom etamiz. Mana o't makka. Bular isliva. Bu badam, mana qarang badam rosa baylagan. Yoshlar badam. Bular badam, juda chiroyli, super badam, daraxt o'zi mayda, navdasi, lekin baylag'ani ajoyib. Barakalla, inshaalloh shu dehqonga bersin, chekkasi bizga ham bersin. Hamma narsa ko'p yaxshi bo'lsa, hamma narsa arzon bo'ladi. Mana endi biz zardalini ham bir ko'rsatib o'taylik sizlarga. Mana bu zardali. Mana bu zardali. Mana endi davom etamiz. Badam, zardali. Жаңғаққа kelamiz. Bular katta daraxtlar hammasi. Mana katta daraxtlar bu zardali, mana жаңғақ. Mana жаңғақni ham bir ko'rsataylik, baylag'anni mana bu жаңғақ. Bu badam. Bunaqa kelayotgan bo'lsak, bulam жаңғақ. Yaxshi bo'lib yotib, mana baylab. Bu badam, mana jo'ng'ishqa. Baylag'anni qarang, ajoyib shuncha badam sovuq urgan yo'q. Xudoga shukr, alhamdulillah. Juda ham yaxshi bo'lgan. Endi shu tip qishloqda yashasangiz, masalan, shunday toza prirodada, toza dehqonchilik kelib, jeb boshida terib, jeb jirish hammaga nasib qilsin Moskvadagilar ham. Qarang, men jirib ketib, qo'qangilas jeb ketyapman. Ana endi asosiy narsaga kelamiz. Sentyabrda pishayotgan narsalarning biri. Bu anar. Ayni paytda hozir bugun 30-aprelda gullab yotir mana. Uje 40% gullagan, hali hammasi emas. Mana polni shuna bir ko'rsatamiz. Shuning hammasi anar. Buni yoqqa jo'ng'ishqa, bu yoq makka, danmakka, xullas havli shul. Shunday havlda hamma daraxtdan masalan bor. Bitta bu yerda nima ko'rmayapman? Olma ko'rmayapman. Olma ham bor. El o yoqda. Shunday narsalar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bittadan chiroyli kommentariy yozib qoldiring. Agar davom eting desangiz, yana hayotdan biz qolib mayda-mayda sizlarga ko'rsatib borib davom etaveramiz. Qanday yashashdi qishloq, qanday jirapti, qanday narsalar bo'layapti, nimalar pishyapti, sizlarga har kuni yangilikni inshaalloh ko'rsatib boraveramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.